alaykum. Mana yana bitta obyektimiz bitdi. Bu yoqda 6 ta radiator, keyin 30 kvadrat topli pol qilganmiz. Katyolimiz 24 talik. Kondensatsionniy katyol. Turxadoyimiz mana qaranglar, bu yoqda 40 gradus turgan bo'lsa, hozir mana topli polimizga ham gradus berganmiz. Topli polimizga ham 40 o'sha turxadoy topli polga qo'yganmiz mana. Bu yoqda ham 40 gradus ko'rsatyapti. Turxadoyimiz mo'chni ishlayapti, xudo xolasa. O'sha xonalarni yo'lab qo'ygan topli pol. Xonalarimiz issiq. Bitta registr ham qo'yib berganmiz bu yoqqa mana. Xonalar avvalgi manchasiga baraka topinglar. Rahmat aka. Shunaqa registrdan ikkita qo'yib berganmiz bu yoqqa. Mana